بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم عزيز جماعة المسلمين حسن بصري رحمة الله عليه Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qildilar. Alloh taolo iblisni tushirgan vaqtda iblis sening izzating bilan qasam, men odam farzandidan to uning ruhi jasadidan ajralmaguncha ajralmasman dedi. Alloh taolo unga javoban, mening qudratim, ulug'ligim haqqi bandamdan tavbani g'arg'ara vaqtigacha qabul qilarman dedi. Luqman Hakim o'g'liga nasihat qildi. Ey o'g'lim, tavbani kechiktirma. Chunki o'lim kutilmaganda keladi. Kim tavbani kechiktirib najotga shoshilmas ekan, ikkita katta xatar ichida qoladi. Bittasi gunohlar zulmatida to'planib qalbni to'la qoplaydi. So'ng uni muhrlab tashlaydi. Gunoh muhrlangan qalbdan o'chmaydi. Ikkinchi xatar kasallik yoki o'lim. Tavbadan ilgari kelib xatolarni o'nglash uchun vaqt qoldirmaydi. Bu kishi o'g'illariga qilgan nasihatda tavbaga shoshilgin. Chunki o'lim kutmaydi seni. O'lim hech qachon maslahat qilib kelmaydi. O'lim changaliga tushgandan so'ng najot yo'q. Kim tavbani kechiktirsa, hali yoshman-ku, faloni illatlarim bor, shularni qilib olay desa, najotga shoshilmasa, ikkita xatarning ichida qoladi. Bittasi qaysi? Gunoh qilaverib, gunoh zulmati to'planib qalbini o'rab qoladi. O'sha gunoh to'lgan qalb muhrlanadi. O'sha muhr o'chmaydi. Ikkinchi xatar kasallik yoki o'lim. Tavbadan ilgari kelsa, xatolarni o'chirgani vaqt bermaydi. To'satdan kasal bo'ldi-da, qazo qilib qoldi, tavba ham qila olmadi. Yoki to'satdan o'ldi, tavbaga vaqt berilmadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Agar banda bir gunoh qilsa, keyin ey Allohim, men bir gunoh sodir qilib qo'ydim, meni kechirgin desa, Alloh taolo bandam gunoh qildi, uning Parvardigori gunohlarni kechirishi va shu gunoh bilan jazolashini bildi. Bas bandamning gunohlarini kechirdim deydi. Ana o'shanda Alloh taolo bandam gunohini evaziga meni jazolashligimni bildi, sezdi, tavbaga shoshildi. Bas gunohlarni kechirdim deydi. Mana shunga har bir inson loyiq bo'lish kerak. Tavba har bir shaxs zimmasidagi alohida farz-u ayn. Misol uchun otani o'qigan namozi o'zi uchun, bolani o'qigan namozi o'zi uchun. Xuddi shunday har bir odamning tavbasi o'zi uchun zarur. Faqih Abullah Samarqandi rahimahulloh aytadilar, gunoh ikki xil bo'ladi. Sen va Parvardigoring orasidagi gunoh va sen bilan bandalar orasidagi gunoh. Alloh taolo sening oralaringdagi gunohni tavbasi til bilan, istig'for bilan, yurakdan pushaymon bo'lish, qaytmaslikka qasd qilishlik bilan bo'ladi. Agar bularni qilsa, Alloh taolo uning gunohlarini kechirishligi bor. Agar gunohda Alloh taoloning haqqi bo'lsa, o'sha haq shar'iy jazoga loyiq bo'lsa-yu, uni birov bilmagan bo'lsa, o'sha gunoh yashirin holda qolgani yaxshi. Agar farzlaridan birortasini tashlasa, u paytda o'sha tashlagan farzni bajarmaguncha ibodati, tavbasi qabul bo'lmaydi. Yoshligida o'tkazib yuborgan namozlari bor, ro'zalari bor, qaytadan ado qilmaguncha bo'lmaydi. O'tkazib yuborganiga yana istig'for so'raydi. Ammo sen bilan bandalar orasidagi gunoh bo'lsa, ular rozi bo'lmasalar, to oralaringni ochiq qilmaguningcha tavba senga foyda bermaydi. Ya'ni mazlumni haqqini qaytarish kerak, rozi qilish kerak.
kishi husumatchisini bu dunyoda rozi qilmasa, oxiratda uning yaxshiliklaridan olinishi haqidagi xabarlar ham bor. Birovni nohaqdan urgan, so'kkan, g'iybat qilgan, obro'yini ketkizgan bu dunyoda borib halollab roziligini olish kerak. Haqqini yegan bo'lsa berish kerak. Ana o'shanda tavba qilsa inshaalloh tavbasi maqbul bo'lishligi bor.